biznes boshlasa, o'xshamasa, odamlar ustimdan kuladimi, kulmaydimi? Buni nima farqi bor? Chet elda investorlar siz biznes boshlamasdan turib proyekt bilan keladigan bo'lsangiz, startap bilan va boshqa odam, o'sha bankrot bo'lgan odam startap bilan keladigan bo'lsa, ko'proq shu bankrot bo'lgan odamni tanlashadi. Chunki nimaga? Tajribasi bor. Alex Hormozi hozirgi kunda eng zo'r prodajnik mira, dunyodagi eng zo'r sotuvchi. Alex Hormozi 8 ta biznesi bankrot bo'lib, 9-chisida muvaffaqiyatli bo'lganda va chet elda bu normal holat va bu yaxshi qo'llab-quvvatlanadi. Bizda qanaqadir noto'g'ri tushuncha bor. Sen biznes boshlading, o'xshamay qoldi, sen mashinniksan. Yo'q, bunaqa emas. Bu normal holat. Biznes qilding, o'xshamadi, to'xtab qolish kerak emas. Keyingisini qilish kerak. Keyingisini qilish kerak. Undan keyingisini qilish kerak. Glavniysi to'xtamaslik. Bittasi o'xshamasligi mumkin, ikkitasi o'xshamasligi mumkin. Lekin 8-chisi ham o'xshamasa, 9-chisi, 10-chisi bittasi o'xshaganda hamma yoni yopib yuboradi. Bittasi portlasa ham hamma yoni bang'alatib yuboradi. Hech qachon biznes boshlab turib, o'xshaydimi, o'xshamaydimi, kimdir nima deydi, qanaqa deydi, bularga e'tibor berish kerak emas. Harakat qilish kerak, ketma-ketligini qilish kerak, sababini qilish kerak va u yog'iga Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi.